Endigina kelin bo'lgan, eri esa Rossiyaga ishlashga ketgan edi. Avvaliga u buni odatiy hol deb qabul qildi. Erlar ko'p chiqib ketadi, ayollar uyda kutadi. Lekin kunlar o'tgan sari uy bo'shab qoldi. Kechalari jimjitlikda yuragi siqilib, faqat telefon orqali eshitilgan erining ovozi yetmay qolardi. Qo'shnisi Jamshid esa har xil bahona bilan tez-tez yordamga kelardi. Goh og'ir yuk ko'tarib berardi, goh hovlini supurishda yordamlashardi. Avvaliga Nodira unga oddiy qo'shni sifatida qarardi, ammo vaqt o'tgan sayin uning ko'zlarida boshqa ma'no sezadigan bo'lib qoldi. Bir kuni yomg'irli kechada chiroqlar o'chib qoldi. Jamshid qo'lida sham bilan uyga kirib keldi. Sham yorug'ida ikkalasi qarama-qarshi o'tirib qoldi. Tashqarida yomg'ir, shovqin, uy ichi esa yuraklarning tez urishi eshitilayotgandek edi. Jamshid ohista, "Qo'rqayapsizmi?" dedi. "Ha, biroz", dedi ovozi titrab. Jamshid asta uning qo'lidan ushlab qoldi. Nodira qo'lini tortib olmadi. Shu lahzada ikkalasining ham ichida sirli bir kuch uyg'ondi. Jamshid uni belidan quchdi. Lablari sekin Nodiraning labiga tegdi. Kelinchak ko'zlarini yumib qarshilik qilmadi. O'sha kecha ularning ko'zlarini unutib ehtirosga berilishdi. Nodira keyin jim yotib ichidan "Men nima qildim?" deb o'zini tanqid qildi. Ammo tanasi, yuragi esa Jamshidning yaqinligini qo'msab qolardi. Kunlar o'tib, sirli uchrashuvlar yana davom etdi. Har safar endi bo'lmadi, boshqa yo'q deb niyat qilishsa ham, yana bir-birini ko'rib qolsa, hammasi qaytadan boshlanardi. Nodira tobora ikki olam o'rtasida qoldi. Bir tarafda Rossiyada ishlab, unga kelajak qurib berayotgan eri, ikkinchi tarafda esa yonida mehr va ehtiros hadya qilayotgan qo'shnisi. Bir kuni kechqurun eri telefon qildi. "Nodira, ertaga uyda bo'laman", dedi u. "Rosa sog'indim. Nodira, ertaga uyda bo'laman. Seni rosa sog'indim." Nodira qo'rquvdan qo'llarini qo'yishga joy topolmadi. Ko'z oldiga Jamshid bilan o'tkazgan kechalari keldi. Shu payt eshik taqilladi. Jamshid edi. U eshikni ochmadi. Faqat derazadan qaradi. Jamshid jim qarab turdi-da, asta ortiga qaytdi. Ertasi kuni eri uyga keldi. Uni quchoqlab peshonasidan o'pdi. Nodira jilmashga majbur bo'ldi. Lekin ko'zlarida yashirin qo'rquv va armon yashardi. Jamshid esa shu kundan keyin boshqa kelmadi. Nodira hayotini davom ettirdi. Tashqi tomondan oddiy kelinchakday ko'rindi. Lekin har safar Jamshidning nigohi tushsa, yuragi titrab, ichida o'sha kechalarning issig'i qaytib kelardi. Bu sir faqat uning yuragi devorlari orasida yashirin qoldi.